Xitoy kommunistlari Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan yig'ilish lagerlarida 2 yil tutib turilgan Zumrat Davud Birlashgan Davlatlar Tashkilotida o'tkazilgan yig'inda kechirmishlarini bayon qildi. U turib-turibli ko'z yoshlarini tutolmay qoldi. U mundaq dedi: "Bir ayolga yordam qilganligim uchun soqchilar meni urdi. Et Allohing kelib seni qutqizsin" dedi. U o'ziga 3 kun tamoq berilmaganligini, davomli tan jazosiga uchirganligini aytdi. Zumrat Davud 2017-yil aprelda Pokistonlik yo'ldoshining savdo ishlarini bahona qilib tutib ketilgan edi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq komitetiga sunilgan bir dokladda aytilishicha, Xitoy hukumatı Uyg'urlarni o'z ichiga olgan oz sonli millat kishilari ustida organ savdosi qilmoqda. Dokladda bu vahshiylikka uchirgan kishilarning organlarining ular o'lmasdan elinganligi o'ttirg'a qo'yildi. Kishilik huquq kuzatish tashkiloti tomonidan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti huquq kengashiga sunilgan dokladda Xitoy kommunistlarining zulmga uchrayotgan oz sonli millatlarning organlarining to'planib setilganligi o'ttirg'a chiqdi. Advokat Hami Sabi tarafidan sunilgan dokladda bu jinoyatning hali ham davomlashayotganligi bildirildi. Doklad yana Uyg'urlarning emas, balki bir qism Tibet, hatto xristianlarning bu vahshiylikka uchrayotganligi ta'kidlandi. Aytilishicha, kishilar o'lmay turiblar ularning o'pka, börek va jigarlari o'g'irlandi ekan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Geng Shuang, Amerika Tashqi ishlar ministri Pompeoning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Uyg'urlarning tutqun qilinishining terrorlikqa qarshi turish bilan bir munosabati yo'qligini aytganligiga norozilik bildirdi. U Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarga qartilgan bostirishlarning boshqa davlatlardagi radikallikqa qarshi turish tirishchanligi bilan o'xshash ekanligini aytdi. Geng Shuang Amerika amaldorini Xitoyning Xinjiang siyosatiga aralashish va ichki ishlariga daxl qilish bilan aybladi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo yaqinda Birlashgan Davlatlar Tashkilotida so'z qilganda barliq davlatlarni Xitoyning Sharq Turkistondagi siyosatlariga qarshi turishga chaqirgan va Xitoyning musulmonlarni bostirayotganligini ta'kidlagan edi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 74-navbatlik umumiy yig'inda so'z qilgan Eron prezidenti Hasan Ruhani O'rta Sharqdagi krizis haqida to'xtalib, Eronning yadro kelishimidagi mas'uliyatlarini ado qilayotganligini, embargolar oxirlashmaguncha Amerika bilan muzokara bo'lmaydiganligini aytdi. U Amerika haqida vahshiy bir iqtisodiy terrorlik ilib berayotgan Amerika xalqaroda qaroqchilik qilyotidi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashiga va Yevropaga Amerikani tamponlashtirish uchun 11 mas'uliyatni ado qilish fursati berdik. Afsuski, faqat chiroyli so'zlar angladik, lekin ta'sir qilgudak harakat ko'rmadik dedi. Qozog'istonning tunji prezidenti Nursulton Nazarboyev 3-Dunyo urushining zamonaviy dunyo uchun yo'qolish bo'ladiganligini aytdi. Qozog'istonning poytaxti Nur-Sultonda o'tkazilgan 4-navbatlik Yevroosiyo parlament boshliqlari yig'inida so'z qilgan Nazarboyev, planetimizning cho'ng bir xatar ishiga kelib qolganligini tilga oldi va agar 3-dunyo urushi boshlanib qolsa, kollektiv qirg'uvchi qurollar sababli hamma narsa yo'qolib ketadi dedi. U yana terrorlik va jinoyat tashkilotlari uchun o'rtaq bir tizimlik turg'izilishi kerakligini ta'kidladi.